ayrim bloger, Vines, TikToker mana shunday video qiladigan inson, iltimos bu videomni hamma joyda internetda tarqatinglar. Siz o'sha inson. Shunday odatingiz bo'lsa, agar sizga aytyapman, aqlingiz kam, befarasatsiz, tuzi past insonsiz. Men bir videolarni ko'rib qo'yapman, goh-gohida vaqtim bo'lmayapti. Bir ko'rib qo'yapman, videolaringizda faqat so'kish borasida video qilyapsiz. So'kam og'zingizdan chiqyapti, yana astag'firulloh, so'kkanda qanday uyatli gapni aytamiz. Qiz bola bilan o'g'il bola qiladigan ish yomon, o'sha ishni zinokorlikni siz og'izda o'sha bir video qilyapsiz. O'sha video ichida bir o'sha holatni aytyapsiz, lekin oxirida aytyapsizki, jigarlarim noto'g'ri tushunmanglar, biz mana buni esga keltirgandik, yomonlar bunday xayolga bormanglar. Siz mana bu yerda internetda qizlar bor, ayollar bor, shu insonlar, yoshlar bor, ularga o'rnak bo'lyapsiz. Yomon odatni o'rgatyapsiz.